Assalomu alaykum hammangizga. Bugun sizlar bilan yana o'sha Izzat Ulug'bekda. Bugun Minecraft'dan 100 kun yashaymiz. Shunga endi kuchayapman. Hali o'yinimiz davomida ko'p narsalar bo'ladi. Birinchi bo'lib bizlar qishloq qidirishimiz kerak. Chunki bilsanglar qishloqda golem bor. Bu golem bizga o degani. Birinchi bo'lib mana bunda otashib ketdi. Baribir bunda men bu yasar edim. Bitta bu yasaymiz, bitta bu. Yo'q qolsin shu o'yin poyini bilan. Xo'p, men bu yerdan kirkani topib olaylik mana. Bitta dona kirka topamiz, ana endi tosh qidiramiz. Buni endi qo'lda sindiramiz. Adashib ketdi. Короче, bizning omadimiz yo'q, ukalar. Короче, bizga podpiska va obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha harakat qilyapmizlar. Bitta like va obuna bo'lish tekin-ku ukalar. Shunga bitta dona podpiska bosib qo'ysangiz hech nima bo'lmaydi. Ukalar. Ukalar, bu omad nima bu? Peshonaga yozilgan-a? Ukalar qishloq topdim. Yo, men rostmi bu kartani hozirgina ochdik. Pechanlar bilan non yasaymiz. Golemni o'ldiramiz. Короче, ukalar bizga temir beradimi shu yerda? Qishloqdan hozircha loot qilib olamiz. Yana biron nima topib olsam, bu yerda zo'r yor. Ana pastda ekan. Zerikyapman kamroq. Endi nima deysizlar? Baribir men ukalar sigmaman. Qizlar bilan gaplashmayman. Faqat bolalar bilan o'ynayman. Va oldingi videolarimda bilgan bo'lsalaringizlar, Zero Gaming bilan o'ynadim. Skini ochilmay qoldi. Nima bunaqalar ekib chunki qishloqlarga zarar bo'lmasin. Huzur yetmadi. Qanday qishloqi? Yana yiqilib o'lmaylik. Sekin astalik bilan. Ko'mir, ana endi mana shu yerda tosh kavlab olamiz. Va toshni nima qilardik? Tosh bilan o'zimizga resurslar yasab olamiz. Sekinroq deb bu kirka. Yana o'zi qilich ham yasab olaman. Qilich deyardimi, nima deyardi? O'sha bitta bu yasab olamiz va buni tashlab olamiz. Короче, bu ko'mir ham bir omad. Mana shu ham yiqilmasa, nima bizlar odam emasmizmi deb yurar edik. Shunga hali ukalar, men qurol modam tiqganman. Endi qurol baribir kerak. Shu uchun xo'p, yetar. Bo'ldi. Endi o'zimizga kerakli narsalarni yasab olamiz. Birinchi bo'lib bitta cho'pcha yasab olaydi. Cho'pcha. Bo'ldi, yo'qotdi.
Bitta bu yasab olamiz, bitta tapor. Bo'ldi. Hammamiz yo'q. Ovqat. Men ham. Qani? Xarita? Xo'p, mana bu menga kerak, kompasam. Mana bu xarita. Mana shu yerga nimaga kerak o'zi? Xo'p. Har doimgidek buni qo'l bilan yig'ish. O'zi bilan kim ketyapti-de? Va bir bu sabzi. Sabzi bilan boshqacha deydi-ku. Bir qishloqi chiq. Xo'p, bu xaritami? Ochilmagan. Yo'q, mana qishloqning xaritasi. Hali bitta hozir fakelam yasab olishim kerak. Nasıl nima? Ya bu nasıl men uchun? Okla, olmadmi bu nima bu? Bitta donami? Bitam bo'lsa zato topdik. Mehnatimiz bilan go'leni o'ldirmasdan topdik. Lekin oklam men shu yerni o'zida bir o'zim kuchayapman. Hali burun zero gaming kirib qolsa boshida u qishloqni yo'lni ham bilmaydi. U cho'chqa, lekin cho'chqa go'sht biz uchun harom. Mumkin emas. Tepada sandiq bormi? Bor ekan. Okla izimni topib oldik, kartoshka. Xo'p. Hali otam bo'ysundirib olaman, ikkita o'g'ilsin birda. Menga oppoq karavat kerak. Yo'q, shu yerda tursin. Sigir. Okla sigir. Köste. Kit. Menga go'shting kerak-da. Xo'p. Bo'ldi, hammasini nazorat ostida. €400. Mazami? Xo'p. Yo'q hech nima. Bu tepalikda mana bu bormi? Bu damlamaniki tushunmayman. Yo'q. Yo'q hech nima so'rdik. Bu yerda hech nima yo'q. Yo'q. Ana to'nlarda yana uylar. Bu qishlog'imiz ham kattagina ekan. Короче, okla men sizlarga bir narsani ko'rsataman. Nima dotdi? Yo'qmadi. Xo'p. Короче. Izimni bor, nima berasan? Redstone. 32 zombi go'shtiga bitta. Salar ustimdan quvossan. Yorrosini yomon qo'llayotsanlarda. Okla men bu yerni tekshirdim, bu yerni emas. So'rdik. Demak, ana yerni men tekshirmadim. Ne kadar yaxshi bu olam. Eshigi bag. Men aytdim shu tekshirmadim deb.
3 dona nonimiz var. Ömrüm derdik o. Ben bu temirci nima sotadi? Temirchi 9 taga 15 ta kömürge bu. Buncha ko'p kömürüm yo'q da. O sandık. Ezimurod 60 ta bo'ldi ovqat. Xo'p, 2 ta tilla, 9 ta olma. Ukalar endi nima qilardik? Mana bunaqa narsalarimizni bunga solib tashlaveramiz. Hali bizga ancha joy borda, shunga ajratib qo'yishimiz kerak. Bir ovqatcha buni pishirish kerak. Bu yerga ekin zo'r ko'p yo'q deydi-ku. Sigirlar. Короче, verstak yo'q. Men bu ishni qilmoqchi emasdim, majbur bo'ldim. Video ham vaqti kelibdi. Xo'p akalar, yana sizlar bilan o'sha Izzat Uzobiyata okalar, короче, bilgan bo'lsalaring, yana hali videolar chiqadi. Chiqishi uchun shu videoga 5 ta dona like va 100 ta prosmotr bo'lishi kerak. Men kam like aytaman, chunki o'zim zerikib yana video qo'yamizda. Okalar, shunga bosib olamiz. Go! Hammangizga hozir to'xtang. Xayr!